Arkadaşlar ben Muhammed ve bugün biz Dallas 26 oyununu oynayacağız. Dostlar bana bu sastavım. Mende Necip Fazıl var ve zapasimde mana şu oyuncular var. Bugün sizlar bilan qanaqadir o'yinchi yoki stadionni kuchaytirishni xohlayman do'stlar. Va hozir nagradalarni olib bitta o'yin o'ynaymiz. Va ko'rib turganingizdek logotipim Real Madridniki. Va o'zimga penalti ishlab oldim. Yo'q, Dembele emas, Mbappe tepada. Afsuski ura olmadim do'stlar. Lekin baribir Mbappe urmoqda. Mbappe'nin tezligi kuchli, shuning uchun bemalol yetib borishiga ishonib shu ishni qildim. Afsuski baribir shtrafnoyda Antoniga basilib ketibdi. Do'stlar, agar ko'rgan bo'lsangiz 5-1 va men ham 5-1 qilishga harakat qilaman. Do'stlar, shu vaqtda kanalimga obuna bo'lishingni eslatib qolaman, chunki men bir haftada 3 ta yoki 2 ta video chiqarishga harakat qilaman va men endi boshlaganman, shuning uchun meni poddeska qilib turishingni juda ham xohlagan bo'lardim. Ronaldo'ni tushiramiz va Lamine Yamalni tushiramiz. O'yinchilarim ozginadan kuchaytiryapman, shuning uchun unchalik 96-97 emas. Harakat qilaman shunday qilishga. İki taraftan koyarken afsuski noto'g'ri pas berarman.
Va Lamin Yamal o'zi olib ketib gol urmoqda do'stlar. Qanday bu gol? Yanami? Afsuski ura olmadim. Va qanaqa gol? Qanday gol do'stlar? Ronaldo urmoqda. Davom etamiz do'stlar. Orada ozgina to'xtaluv bo'ldi. Va Ronaldo gol urmoqda. Teo Hernandez qaytardi va outga chiqarib yubordi. Va yana Ronaldo. Chouamini to'xtatish kerak, yo'q. Carvajal va Chouamini to'xtatdi va afsuski 5-golga yetmadi do'stlar. Va eng zo'r o'yinchi Lamin Yamal bo'ldi. Va shu bilan sizlar bilan xayrlashishga to'g'ri keladi do'stlar. Agar sizlarga videom yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling va meni quvvatlab turishga like ham bosing do'stlar. Hammaga xayr, salom, xomush bo'ldi.